Assalomu alaykum aziz talabalar, hurmatli mehmonlar. Dunyodagi eng bayramlarning ulug' bayrami, jahon mamlakatlarining qaysidir burchagida maktablari bayram bo'layotgan mamlakatlarni ko'rib turibmiz. O'qish haqidagi orzulari amalga oshmayotgan yoshlarni ko'rib turibmiz. Bizda esa hammasi ko'ngildagidek. Qaranglar, kim o'ynatdi? Samarqandda mana shunday bir ulug' maskan ISFT degan institutni barpo etilishini va uning eng birinchi talabalari sizlar bo'lishlaringiz. Mana shu talabalik nomiga munosib bo'lgan aziz yigitlar, hurmatli qizlar,